Hamma o'ziga yarashgan ish qilar ekan hayotda. Hamma tarbiyasi ko'targan, vijdoni ko'targan ish qilar ekanda. O'zini rolini o'ynar ekan, ya'ni. Xoin odam xiyonat qilar ekan, iflos odam ifloslik qilar ekan. G'ururini sotgan erkak shunga yarasha ish qilar ekan hayotda. Nomusini sotgan ayol shunga yarasha ish qilar ekan. Ya'ni hamma o'ziga yarashgan ish qilar ekan. O'sha ish unga yarashadi. Ya'ni bitta joyi sizga foyda qilib ketar ekan bu odam. Sizni hayotingizda shunaqa iflos odam borligini o'rgatib ketar ekan. Sizga bitta odam xiyonat qilsa, bilasizki, shunaqa iflos odamlar ham bor ekan hayotda deysiz. Tirik ekan, u kitoblarda, kinolarda ko'rilgan odamlar haqiqatan hayotda bor ekan. O'shaning uchun u kinolar yozilgan deb xulosa qilasizda. Sizga dars berib ketar ekanda u. O'ylab qarasangiz, shunaqa odamlar bo'lish kerak ham hayotda. Bo'lmasam, yaxshilik degan narsani qanaqa qilib ajratasiz yomonlikni? Yomonlik degan narsani qanaqa qilib ajratasiz yaxshilikni? Yaxshilik bo'lish uchun yomonlik bo'lish kerak. Qorong'uligini bilish uchun yorug'lik bo'lish kerak-da. Shunaqa odamlar bo'lmasa, siz bila olmas ekansiz. Yaxshi insonlar bo'lmasa, yomon odamni ajratib bo'lmas ekan hayotda. Shuning uchun hamma o'ziga yarashgan ish qilar ekan. Vijdoni ko'targan, iymoni ko'targan ish qilar ekan hayotda. Bu hech ajablanarli narsa emas ekan. Buni yashab ko'rar ekansizda.